Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Mutatsiya filmi. Yillar davomida ota-onasi tomonidan zaharlanib kelingan qiz aslida soppa-sog' ekanligidan va bir tomchi qoni $100,000 turishidan xabar topdi. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi film qahramoni bo'lish uchun ismingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Farzona ismli qiz qizil yugurik dardiga chalingandi. Bu kasallikda immun tizimi virus va bakteriyalar qolib, o'z organizmiga hujum qilardi. Bu kasallik sabab bechora qizning do'stlari ham yo'q edi. Shu sabab 16 yoshini ota-onasi va xizmatkorlari bilan nishonlaydi. Tun tushgach, u ChatGPTdan qanday do'st topish mumkinligini so'raganida, u ham ko'chaga chiqish kerakligini ta'kidlaydi, biroq afsuski buning iloji yo'q edi. Bir necha kundan so'ng Farzonaning ota-onasi Elysium nomli loyihalarni taqdim qilish uchun boyvutchalar yig'ilishini tashkil qilishadi. Bu vayronkorchilikka yuz tutayotgan olam ichida bunyod qilingan toza havoli bir maskan edi. Mehmonlar ulardan Farzona haqida so'raganlarida, u qandaydir mikrob yuqtirib olmasligi uchun olomon oldiga chiqmasligini aytishadi. U esa kuzatuv kamerasi orqali barchasini kuzatib turardi. U xizmatkorlardan biri ovqatni ko'chaga olib chiqib ketayotganligini ko'rib qolarkan, ortidan kuzatgach, plyajda dam olayotgan o'spirinlarni ko'rib qoladi va odmigina kiyinib hech kimga sezdirmasdan uydan chiqib ketadi. Plyajga chiqqan Farzona u yerdagi tengdoshlari bilan gaplashmoqchi bo'ladi, biroq ha deganda ular bilan til topisha olmaydi. Bundan xafa bo'lgan qiz ortiga qaytmoqchi bo'ladi, biroq Mohi unga ichimlik taklif qilib qolgach, qolishga qaror qiladi. Qizga tort olib kelgan Odina uning ketib qolganligini ko'radi va tezda uni topib kelishga odam jo'natadi. Bu paytda Farzonajon ilk marotaba pivachadan xo'plab ko'radi. Shu damda qorovullar kaytni beliga tepib, qizni olib kelishga urinishadi, biroq u qarshilik qiladi. Biroq qorovullar uni majburlab uyiga olib kelishadi va Mohi unga piva ichirganligini aytishadi. Odina uni bu ishi uchun urisharkan, Farzonani himoya qilishga uringan Mohini olib ketishadi. Ertalab Odina odamlar bilan suhbat qurish, sog'ayishiga yordam berishi mumkinligini aytib, Mohi bilan uchrashishlarga ruxsat beradi. Dugoshlar esa bunday imkoniyatdan juda xursand bo'lishadi. Uyni ko'rsatgan Farzona ota-onasining xonasiga kirish man qilinganligini aytadi. Keyingi bir necha kun dugoshlar birgalikda zavqli vaqt o'tkazishadi. Bir necha kundan so'ng uyga qaytgan Mohi nogiron ukasi Umidjonga Farzonanikidan o'g'irlab kelgan dorini beradi. Tunda yonida kimdir borday his qilgan Farzona uyg'onarkan oldida qandaydir doktor turganligini va kimningdir yuragi ochilib yotganligini ko'radi. Qo'rqib uyg'ongan qiz ko'rganlarini aytish uchun Mohiga qo'ng'iroq qiladi va yoniga kelishini so'raydi, biroq ukasini tashlab keta olmagan Mohi telefon orqali dalda beradi xolos. Ertasi kuni tunda ko'rgani kino izlasharkan Mohi eski oilaviy videoni topib oladi va uni tomosha qilishadi. Farzona hali yoshligida bu uyga ko'chib kelishgan. Farzona so'nggi bor o'sha kuni o'zini yaxshi his qilganligini aytarkan, Mohi uning ota-onasi hozir ham 10 yil oldingiday ko'rinishlarni payqab qoladi. Farzona haqiqiy onasi tug'ruq paytida vafot etganligini, otasini esa ko'rmaganligini va Odina va Jahongirlar uni boqib olganliklarini aytadi. Mohi undan g'alati ota-onasiga ishonish-ishonmasligini so'raganida, uning davolanishiga millionlab pul sarflayotgan ota-onasiga shubha bilan qarayotgan Mohidan xafa bo'ladi. Oqibatda janjal chiqqach, Mohi ketadi. Bir necha kundan so'ng mehmonxonada o'tirgan Farzona tashqarida uni poylab turgan kampirni payqamaydi. U ichkariga kirgach undan nima kerakligini so'rarkan, kampir "Menga sen keraksan" deya kenguruday ustiga sakrab uning qo'lini tishlab oladi. Yetib kelgan qorovullar uni olib ketishadi. Jahongir beparvo qorovullarni urisharkan, Odina qizining yarasini ko'rib qo'yadi. Ayni damda aka-singillar Darknetdan dori haqida ma'lumot izlashadi va uning hech qanaqasiga qizil yugurukni davolamasligini ko'rishadi. U aksincha odamni sabzavotga aylantirib qo'yardi. Ertasi kuni dugoshlar birgalikda ovqat tayyorlashadi. Odina ular qilgan ovqatni yoqar-yoqmas tanovul qilarkan, qizlarning ko'nglini sindirishni istamaydi. Odina Mohiga ortiq kelishmovchilik chiqmasligini istashini va qizi bilan dugona bo'lib qolishini so'raydi. Mohi esa uyga kirgizganlar uchun minnatdorchilik bildirarkan, ona qizlarning boshi aylanishni boshlaydi va Mohi ovqatga uyqudori qo'shganligini aytadi. Mohining mashinasida o'ziga kelgan Farzona qo'rqib ketadi. Mohi esa ota-onasi uni zaharlayotganliklarini tushuntirishga urinarkan, to'satdan avariyaga uchraydi. Ayni damda Jahongir uyga qaytib keladi. Xizmatkor politsiyaga qo'ng'iroq qilishga urinarkan, uni to'xtatgan Odina buni o'z odamlariga topshirishlarini aytadi. Shifoxonada Mohi o'likday yotardi.
Doktorlar Farzonaning noyob qon egasi ekanligini aniqlashadi va unga mos keluvchi donor topisha olmaydi. Jahongir shifoxonaga kelgach, doktor Farzonada hech qanday kasallik yo'qligini va uni tekshirish lozimligini aytarkan, Jahongir bunga qarshi chiqib, uni shaxsiy shifokori ko'rikdan o'tkazishini aytadi. Ayni damda qo'riqchilar Mohiyning uyini titib chiqishadi. Farzona uyga qaytgach, o'zini ancha yaxshi his qiladi va endi hech kimga ishona olmasligini aytarkan, biroq Mohiyning ahvoli qandayligiga qiziqadi. Odina esa uni bundan xabardor qilib turishga so'z beradi. Tunda uxlay olmagan Farzona Mohiydan xabar olish uchun shifoxonaga qo'ng'iroq qiladi. Doktor esa Mohiyning komada ekanligini va unda hech qanday qizil yugurik kasalligi yo'qligini aytadi. Bundan jahli chiqqan qiz ota-onasi oldiga borib, uning kasalligi haqida nega aldaganliklarini so'raydi. Odina esa uning adashganligini, undan tashqari o'nlab doktorlar unda qizil yugurik kasalligi borligini tasdiqlaganliklarini aytadi. Mohiyni ko'rgani ukasi kelganida oldilariga kirgan doktor Farzonaning ota-onasi uning davolanishiga pul to'laganliklarini aytadi. Umidjon esa ularning g'alati ishlar qilayotganliklarini, Farzonadan pul ishlash maqsadida foydalanayotgan bo'lishlari mumkinligini ma'lum qiladi. Bu gapdan so'ng Farzonaning qonini o'rgangan doktor uning tilla qon ekanligini aniqlaydi. U izlanishlari mobaynida Odina va Jahongirlarning hayotni uzaytirishga mo'ljallangan maxfiy laboratoriyalari haqidagi maqolani topadi. Yarim tunda uyga qaytayotgan doktor ortidan kuzatayotganliklarini payqamaydi. Yo'l yarimida mashina g'ildiraklari yoriladi va doktor ularni almashtirishga urinarkan, ortida to'xtagan mashina egasi unga yordam taklif qiladi. Doktor unga kulyuchni berarkan, u odam shu kulyuch bilan boshiga zarba beradi. Shu tunda Farzona dorilarni ichmasdan oqizib yuboradi. So'ngra onasi ortidan poylab bog'dagi uyga kiradi. U yerda spa-salon joylashgan edi, biroq Odina hech qayerda yo'q edi. Qorovul kelayotganligini eshitgan qiz berkinib oladi. Ertasi kuni qizlari ishtaha bilan ovqatlanayotganligini ko'rgan ota-ona xavotirga tushadi va undan dorilarni ichayotgan yoki yo'qligini so'rasharkan, Farzona ha deb aldaydi. So'ngra basseynda cho'milarkan ota-onasi undagi ijobiy o'zgarishlarni payqashadi. Farzona tunda yana dorilarni ichmasdan oqizib yuboradi va tishini yuvayotganida to'satdan qon qusishni boshlaydi. Ko'zguda paydo bo'lgan Mohiy undan uyg'onishini so'raydi. Ayni damda Mohiy ham o'ziga keladi. Farzona esa yana holsiz va ishtahasiz holda uyg'onadi. U ota-onasi dorini ovqatga qo'shib berayotganliklarini payqaydi. Shu kuni tunda u Mohiyga qo'ng'iroq qilishga urinadi, biroq ulana olmaydi. Ilojsiz eski videoni tomosha qilarkan, oldin ko'rmagan eshikni payqaydi. Ayni damda Mohiy ham Farzona bilan bog'lanishga urinadi, biroq aloqa cheklangan edi. So'ngra ukasi bilan shifoxonadan chiqadi. Farzona och emasligini va ertaroq uxlashini aytib, xonasiga ketadi va dorilarni qusib joyiga yotadi. Sal turib Odina tekshirgani kelganida o'zini uxlaganga soladi va u ketgach, maxfiy spa-salonga boradi. U videoda ko'rgan sirli eshikni izlarkan, yashirin tugmachani topadi. Uni bosgach, ko'zgu ochiladi. U bilgan barcha parollarni sinab ko'radi, foyda bermaydi. So'ngida videodagi sanalarni kirgizib ko'radi va eshik ochiladi. Ichkariga kirgan qiz maxfiy yerto'lalar bo'ylab yurarkan, xonalardan birida uning qoni bilan to'ldirilgan paketlarga to'la muzlatgichni ko'radi. Ota-onasi esa uning qonini o'zlariga quyishayotgan edi. Ular shu damda ko'zlarini ochisharkan, Farzona qochib qoladi. Biroq qorovullarning qo'liga tushadi va ko'p o'tmasdan yotoqda qo'l-oyoqlari bog'langan holda o'ziga keladi. U ota-onasini qarg'ar, ular esa uning qoni milliondan bir ekanligini aytishadi. Qonining 100 grammi esa $200,000 qimmat turardi. Uni nazoratda saqlash uchun esa ataylab dorilar bilan kasal qilishgandi. Odina 57, Jahongir esa 74 yoshda edi. Bularning bari Farzonaning qoni sharofati edi. Ayni damda Mohiy va Umidjonlar hududga kelib, qasrga kirish yo'llarini izlashadi. Jahongir tinchlantiruvchi tayyorlarkan, qo'lini bo'shatgan Farzona ukolni Odinaga tiqib qochib qoladi. Plyajga chiqqan qiz endi nima qilishini o'ylab turarkan, Mohiy uni topib olib yordam bermoqchiligini aytadi. Qizlar qorovullardan yashirinib uyga kirib olishadi. Nima qilishni muhokama qilisharkan, politsiyaga murojaat qilish o'zlarini ushlab berish ekanligini bilishardi. Ularda barchasini to'xtatishdan boshqa iloj yo'q edi. Qo'lga pichoq olgan dugonalar laboratoriyaga tushib barcha qonlarni yo'q qilishadi. Ketayotib musiqa ovozini eshitishadi va musiqa ortidan borib, qandaydir ofisni topishadi. Notebookda Elysium proyekti tasvirlari bor edi. Kutilmaganda qorong'ulikda kimdir paydo bo'ladi va Farzona bu tushlarda ko'rgan o'sha doktor ekanligini tushunadi. U gapirishni boshlashi bilan qizlar qochib qolishadi. Umidjon esa qizlarni qorovullar ta'qib qilayotganliklarini ko'radi va opasiga qo'ng'iroq qilishga urinarkan, soqchi telefonni olib qo'yadi. Chiqish izlayotgan qizlar esa yana bir laboratoriyaga duch kelishadi. U yerdagi kapsulalarda tanalar joylangan edi va Farzona bular uning klonlari ekanligini tushunadi. Elysium proyekti uning klonlarini jonlantirganlardan so'nggina ishga tushardi.
Farzona kapsulalarni sindirishga urinarkan, doktor uni to'xtatishga harakat qiladi. Mohiy uni urib yiqitadi. Farzona esa kapsulani sindirib, undan chiqqan klonni ham urib o'ldiradi. Qizlar ketishga uringanlarida Mohiyni qorovullar ushlab olishadi. Farzona pichoq bilan tahdid qilarkan, ota-onasi uni tinchlantirishga urinishadi. Mohiy klonlarni yo'q qilganliklarini aytgach, Farzona aytganlarni qilishmasa, o'zini ham yo'q qilishini aytadi. Jahongir rozi bo'ladi va gaplashib olishlarini so'raydi. Jahongir ota bo'lishni orzu qilmaganligini, biroq u unga quvonch bag'ishlaganligini aytib, uni quchoqlashga urinarkan, Farzona bunga imkon bermaydi. Biroq u undan pichoqni olishga urinadi. Janjal chiqqach, Farzona uni jarohatlaydi. U qilgan ishidan afsuslanib yordam chaqirishga urinarkan, Jahongir bunday qilmaslikni so'raydi. Erining oldiga kelgan Odina uning hali tirikligini ko'radi. Quturgan Odina unga tashlanib qoladi va basseynga sakrashadi. Yosh va kuchli bo'lgan Farzona qari kampirni on-songina asfala sofiniga ravona qiladi. Shu onda qorovullar ham yetib kelishadi va bu oilaning so'nggi vorisi ekanligini aytgan Farzona endi unga bo'ysunishlarini buyurib, jasadlarni yo'q qilishni buyuradi. 1 yildan so'ng soppa-sog' hayot kechira boshlagan Farzona mehmonlarga ota-onasi baxtsiz hodisa sabab halok bo'lganliklarini aytadi. U Elysium proyektini davom ettirmoqchiligini, biroq bu joy barcha bolalar uchun bepul xizmat qilishini aytadi. Shu damda unga Umidjon qo'ng'iroq qiladi. U uning qoni sabab yurishni boshlagandi. Tunnelni o'rganib chiqqan Umidjon uning yuzlab klonlari saqlanayotgan boshqa bir xonani topganligini xabar qiladi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha